ichki dunyoingiz zaharlanyaptimi? O'y fikr, xayol so'zlaringizda juda yomon o'y fikr, xayollar aylanib yuribdimi? O'zingizni o'zingiz o'ldirishlikni ham xayol qilib qoldingizmi? Yo'q, to'xtang. Mana bu ma'ruzani eshiting. Bismillah, alhamdulillahi kaseera. Allohimizga o'ziga o'zi xohlaganicha hamdlarimiz, maqtovlarimiz, ibodatlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohimiz xohlaganicha salovat salomlarimiz bo'lsin. Amma ba'd. Ins jin shayton va uning malaklariga qarshi kurashlik yo'llarini o'rganishlikda davom etar ekanmiz. Bugungi dars 8-darsdir va bu sonda biz duoning ahamiyati va shayton va uning malaklari bizlarni duo ibodatidan qanday tarzda to'sishligi haqida va unga qarshi qanday tarzda kurashlik haqida bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, shayton va uning malaklari bizlar Robbimizga yaqinlashligimizni, Robbimizni sevimli bandasi bo'lishligimizni xohlamaydi va Allohimizga yoqadigan tarzda duo iltijoda bo'lishligimizni xohlamaydi va shu tufayli ular bizlarni doimo vasvasaga soladi va duo ibodatidan qaytarishlikka harakat qiladi. Ya'ni duo qilmoqchi bo'lsak, avvalambor qo'lingni ko'tarib duo qilmaysanmi? Ya'ni payg'ambaringni ko'rmaganmisan? Duo qilganida qo'ltig'i hattoki ko'rinadigan darajada duo qilgan. Qo'lini tepaga ko'tarib turib duo qilgan. Sen ham xuddi shunday qilishliging kerak. Boshqacha duo qilsang albatta o'tmaydi deb turib shu vasvasani qiladi. Bu vasvasaga javob o'laroq sizlar shunday deyishinglar kerakki, duoni har qanday uslubda qilsa bo'ladi. Xohlasa turib, xohlasa o'tirib, xohlasa yotib, xohlasa qo'lini ko'tarib, xohlasa qo'lini ko'tarmasdan shunda qo'lini tushirgan holda ham duo qilsa bo'ladi. Buning dalili esa namozda duo qilishligimiz. Hammamiz bilamizki, namozda Fotiha surasini o'qiymiz hammamiz. Fotiha surasining oxirgi 2 oyati bu duodan iborat. Ya'ni uni mazmuni bizlarni to'g'ri yo'lga yo'llagaysan, o'zing in'om etganlarning yo'llariga, g'azabga duchor bo'lganlarnikiga ham emas, adashganlarnikiga ham emas degan mazmunda duo qilamiz. Ya'ni bunda qo'limizni ko'tarib turib duo qilmaymiz, balki qo'limizni kindik ostiga bog'lagan holda duo qilamiz. Va yana bunga dalil o'laroq Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam namozni oxirida duo qilishligimizni bildirganlar. Ya'ni o'tirgan holatda, ya'ni namozni tugatadigan holatda, o'tirgan holatda duo qilishlik, Robbimizdan xohlagan narsamizni so'rashligimizni bildirganlar. Ya'ni o'tirgan holatda ham duo qilsa bo'ladi, yotgan holatda ham duo qilsa bo'ladi. Ya'ni har qanday holatda, xohlasa qo'lini ko'tarib, xohlasa qo'lini ko'tarmasdan, xohlasa yuzini har tomonga qaratgan holatda duo qilsa bo'ladi. Ya'ni duo cheklanmagan. Bemalol Robbimizga har qanday uslubda ovozi chiqazibmi, ovozimizni chipillabmi, balki ichimizda qilsak ham duo o'tadi inshaalloh. Va yana duodan qaytarishlik yo'llaridan biri, ularning vasvasasidan yo'llaridan biri, duoni faqat qibla tomonga qarab qilmaysanmi? Qibla tomon axir namozda sajda qiladigan qibla tomoning-ku. Boshqa tomonga qarab turib duo qilsang duoing o'tmaydi degan vasvasani soladi. Bu ham botil vasvasadir. Har tomon Allohning tomonidir. Ya'ni har tomonda Allohning yuzi bordir. Bunga dalil esa Allohimiz yaratgan egamiz Baqara surasining 115-oyatida shunday marhamat qiladiki, Mashriq va Mag'rib Allohnikidir. Qayoqqa qarasangiz Allohning yuzi bor. Albatta Alloh keng qamrovli, biluvchi zotdir. Albatta bu oyatda ma'lum bo'lib turibdiki, har tomon Allohning tomonidir. Ya'ni har tomonga qarab turib bemalol duo qilsa bo'ladi. Albatta Alloh barchamizni qamrab olgan, butun borliqni qamrab olgan cheksiz mukammal ilohimizdir. Shunday ekan, bemalol xohlagan tomonimizga qaragan holda duo iltijoda bo'lsa bo'ladi. Allohga bemalol duoda bo'lsa bo'ladi. Xohlagan tomonimizga qarab turib Allohimizdan xohlagan narsamizni so'rasa bo'ladi. Albatta yaxshilikni so'rashligimiz afzalidir. Va shu bilan bir qatorda shayton va uning malaklari bizlarga vasvasalarni yog'dirib tashlaydi. Duo qilishlikdan bizlarni qaytarishlik uchun har qanday vasvasalarni yog'dirib tashlaydi.
Hattoki shunday vasvasalarni qiladiki, keyin nima qilasan? Agar duoga beriladigan bo'lsang, Alloh senga shunday ishlarni yuklab tashaydiki, seni shunday ishlarga ko'mib tashaydiki, mazza qilishlikka vaqting qolmaydi, kayf qilishlikka vaqting qolmaydi, qizlar bilan mazza qilib yurishlikka vaqting qolmaydi, mazza qilib o'yin, kulgu, kayf, safo qilishlikka vaqting qolmaydi, balki seni ishlarga ko'mib tashlaydi Robbing deb turib vasvasa qiladi. Bu vasvasasiga qarshi kurashlik esa bu bir lahzali dunyodir. Men bu bir lahzali dunyoda Allohim yaratgan egamni roziligini olib qolsam, ertaga inshaalloh abadiy maza qilib yashayman, abadiy kayf qilib yashayman, abadiy jannatda yashayman degan so'zlarni ichimizga yog'dirib olishimiz kerak. İchki dunyoda bizni shaytonga yengiladigan bo'lsak, albatta tashqi dunyomiz buziladi, albatta tashqi dunyoda biror bir kattaroq, yaxshiroq natijaga erisha olmay qolishligimiz mumkin. Alloh o'zi asrasin. Albatta zinat ham boshlanishligi ichki dunyoda bo'ladi va fasod ham, yomonlikni ham boshlanishligi ichki dunyoda bo'ladi. Albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, jasadda bir parcha go'sht bor. U isloh bo'lsa, butun jasad isloh bo'ladi. U buzilsa, butun jasad buziladi. Ogoh bo'linglarki, u qalbdir deganlar. Ya'ni qalblarimizdan g'aflatda qolmasligimiz kerak. Doimo qalblarimizni Allohimiz yaratgan egamiz ziynatlashligini Allohimiz yaratgan egamizdan so'rashligimiz kerakki, Allohim yaratgan egam, o'zingiz qalbimni o'zingizga yoqadigan tarzda go'zal qilib qalbimga muhr uring deb so'rashligimiz kerak.